Hop, assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Demak, 13-chi variantimizni tahlilini boshlaymiz. Onlayn darslarda yaxshi o'rganinglar. Xudo xolasa imtihonimizga Robbi rosa 10 kun, 11 kun muddat qoldi. 10 kun, 15 kundan keyin aniq imtihonlarimiz boshlanadi, xudo xolasa, keyingi oy boshlariga. Demak, nisbatan qiyinroq, murakkabroq bo'lgan savollarni ko'rib ketamiz. Tushunmaganlarni yana gruppaga tashlab muhokama qilsanglar bo'ladi. Hop, asosiy murakkab savollar 6-savoldan boshlanar ekan. Bu yoqdagilar oddiy misollar ekan. Hop, 6-savolda aytyapti, Temurning soati 18 minut oldinda. Temur haqida gap ketyapti. Aslida uni soati 18 minut oldinda ekan. Ya'ni mana qo'lida ko'rsatayotgan soati, o'chib ketib qoldi. Qo'lda ko'rsatayotgan soati 18 minut oldindagi vaqtni ko'rsatar ekan. Lekin uni o'ylashi bo'yicha o'ylaydi. 9 minut orqada meni soatim deb o'ylaydi. Agar meni soatim 9 minut orqada deb o'ylayotgan bo'lsa, Temur 17:00 da bo'ladigan uchrashuvga 16:51 da yetib kelgan bo'ladi. Sababi meni soatim 9 minut orqada vaqt ko'rsatyapti. Demak, 17:00 dagi uchrashuvim boshlandi deb o'ylaydi. Lekin aslida 16:51 da ko'rsatayotgan Temurning soati 18 minut oldindagi vaqt ko'rsatyapti. 18 minut oldindagi vaqt 16:51 bo'lsa, 18 minut orqadagi asl vaqt 16:33 bo'ladi. Demak, asl vaqt 16:33 bo'lsa, Temur 16:33 ga yetib keladi asl soat bo'yicha, ya'ni haqiqiy vaqt bo'yicha. Keyin Dilshod bor ekan. Dilshodning soati 20 minut oldinda ekan, lekin u 10 minut orqada deb o'ylaydi ekan. Ya'ni 17:00 bo'ladigan uchrashuvga Dilshod meni soatim 10 minut orqada vaqt ko'rsatadi deb turib 16:50 ga yetib keladi. 16:50 ga yetib keladigan bo'lsa, hozir meni soatim 10 minut orqada vaqt ko'rsatyapti. Demak, soat 17:00 bo'ldi deb o'ylaydi. Dilshodning soati lekin aslida mana qo'lidagi 16:50 da ko'rsatib turgan soati aslida 20 minut orqada, 20 minut oldindagi vaqt ko'rsatyapti. Bu 20 minut oldindagi vaqt bo'lsa, demak haqiqiy vaqt 20 minut orqada bo'ladi. 20 minut orqada bo'lsa 16:30 ga ko'rsatayotgan bo'ladi. Xo'p, demak Dilshod 16:30 ga yetib kelar ekan, mana Temur 16:33 ga yetib kelar ekan. Demak, Dilshod Temurni 3 daqiqa kutadi. Sababi 16:30 ga bu keladi. Keyin 3 minutdan keyin 16:33 bo'ladi, Temur kirib keladi. Shunda Dilshod Temurni 3 daqiqa kutgan chiqadi. Lekin ABC javoblarda bu anaqamiz yo'q ekan. Shuning uchun buni xato ishlab qo'yishibdi. Nimalar? Variant tuzayotganlar xato qilib qo'yibdi. To'g'ri javobimiz demak Dilshod Temurni 3 daqiqa kutadi degan javob bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz bu 7-savol. 7-savolga e'tibor beramiz. Qonuniyatga doir savol ekan. Demak, birinchi e'tibor bersam 8 15 ga o'zgaryapti, 15 24 ga o'zgaryapti, 24 35 ga o'zgaryapti, 35 48 ga o'zgaryapti. 8 15 ga o'zgarish uchun unga 7 qo'shilyapti. 15 24 ga o'zgarish uchun bunga 9 qo'shilyapti. 24 35 ga o'zgarish uchun bunga 11 qo'shilyapti. 35 48 ga o'zgarish uchun bunga 13 qo'shilyapti. E'tibor beringlar, 7 qo'shilyapti, 9 qo'shilyapti, 11 qo'shilyapti, 13 qo'shilyapti. Har bittasi ikkitaga oshib ketyapti. Buni ikkita qo'shsak bu, buni ikkita qo'shsak bu, buni ikkita qo'shsak bu. Demak, bundan keyin keladigan sonimiz 48 dan 15 taga farq qilish kerak ekan. Ya'ni 48 ga 15 qo'shsam 63 bo'ladi. Xo'p, endi birinchi sonni topib oldik, demak 63 ekan boshdagisi. Xo'p, endi mana bu ikkinchi raqamlarga e'tibor beramiz. 2, 4, 6, 8, 10 kelyaptimi? Demak, bundan keyin oxirida 12 kelish kerak. Xo'p, mana birinchi raqam 60, birinchi son 63, ikkinchi son 12 keladi. Endi o'rtadagi harfni qaraymiz mana. ABCD variantga qarasam 63 63 14 kelib qolyapti. Mana 64 bo'lib qolyapti, mana 62 bo'lib qolyapti, 61 bo'lib qolyapti. Shuning uchun bu yerda to'g'ri javob yo'q degan xulosaga kelamiz. Bular menimcha xulosa qilayotganda mana buni 63 qilishmoqchi bo'lgan. 63 ga 12 deganda mana shu to'g'ri bo'lar edi, lekin bularda xatoligi sababli 63 ga 12 degan javob E variant qilib yozilishi kerak bo'ladi. Xo'p, 8-savolimiz. Ali o'rtog'i bilan ishning 20% ni bajaribdi. Ali 20% ni bajargan bo'lsa, bu 20% ni qismga o'tishi uchun 100 ga bo'lamiz. Foizda bu. Foizdan qismga o'tishi uchun 100 ga bo'lamiz. Bo'lganimizda 1/5 ishni bajargani kelib chiqadi. Ya'ni Ali va o'rtog'i ishni 1/5 qismini bajaribdi. Keyin ishni 1/5 qismi bajarilgandan keyin mana misol uchun ish 100 qismdan iborat bo'lsa,
100 qismdan 20 qismi bajarilibdi. Endi 80 qismi qoldimi? 80 qismini 25%ni hali 4 kunda bajaribdi. 80 qismni 25%ni topish uchun 25 ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Mana to'g'risi 20 chiqar ekan. Demak, keyin bir o'zi 4 kun ishlab qolgan ishni 25%ni bajaribdi. Ya'ni birinchi kuni 20 ishni bajaruvdi. Keyin u qolgan ishni 20 ishni 4 kun ishlab bajarib qo'yibdi. Ya'ni mana yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun boshqacharoq qilib aytamiz. Mana umumiy ishimiz 100 bo'lsin. 100 dan 20%ni ali o'rtog'i bilan bajarib qo'ygan bo'lsa, demak 20 qismni bajarib qo'ygan bo'ladi. Sababi 100 da 20% 20 ga teng bo'ladi. Bu ali va o'rtog'i bajargan ish. Ali va o'rtog'i. Keyin bir o'zi 4 kun ishlab qolgan ishni deyapti. 100 dan 20sini ali bilan o'rtog'i bajarib qo'ydi. Endi 80 qoladi ish. 80 ishni 25%ni topish uchun 25 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Bo'lganimizda 20 chiqyapti. Mana shu 20 ni ali 20 ni o'zi 4 kun ishlab bajarib qo'yibdi. 4 kunda. Mana. Ali bu ishni hammasini necha kunda qila oladi o'zi ishlasa deyapti. Ya'ni ish o'zi 100 qism edi. Bu ali 4 kun ishlasa 20 ishni bajarar ekan. 40 kun ishlasa, 8 kun ishlasa, ya'ni mana 12 barobar kattalasak, 8 kun ishlasa 40 ishni bajaradi. Agar 12 kun ishlasa 60 ishni bajaradi. Xo'p, 80 ishni bajarish uchun 16 kun vaqt ketadi. Va 100 ishni bajarish uchun aliga 20 kun vaqt ketadi. Yoki buni osonroq topish yo'li 100 da 20 ga bo'lamiz. Chunki 100 ichida 20 tali ishdan 5 ta bor. Bitta shunaqa ishni bajargan 4 kun kerak bo'lsa, 5 tasiga 5 kere 4 20 kun kerak desak ham bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz 9-savolimiz. Mantiqni aniqlab, so'roq o'rnida nima yashirin ekanini aniqlang deyapti. Xo'p, qonuniyatga e'tibor beramiz. Mana buni ustiga qo'yishyapti. Ya'ni buni ustiga qo'yganda ikkalasida ham bor bo'lgan chiziqlar yo'qolib qolyapti. Mana ikkalasida ham mana bunaqa shakl bor. Bunda ham bor, bunda ham bor. Va ustimiz tushib qolganda ikkalasi yo'qolib ketar ekanda, bundagi va bundagi yo'qlari qolar ekan. Misol uchun mana nuqtachalar bunda bor, bunda yo'q. Shuning uchun nuqtachalar qolyapti. Mana bu shakl, mana bu shakl. Bunda bor, bunda yo'qligi uchun bu shakl qolyapti ekan. Lekin mana bu x bunda bor, bunda ham borligi uchun yo'qolib ketyapti mana yerda. Endi bunga ustimiz qo'yganimizda ham shunaqa vaziyat bo'lyapti. Endi bunga ustimiz qo'yadigan bo'lsak, qaysi variant chiqadi deyapti. Demak, mana dumaloqlar bunda borligi uchun, bunda yo'qligi uchun dumaloqlar bunga ko'chib qoladi. Mana 1, 2, 3, 4 ta dumaloq bo'ladi. Endi mana bu o'rtasidagi x bilan mana bu o'rtasidagi x yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketganda endi mana bu yerda pilusi qoladi buni. Pilusi o'rtasida mana pilus qoladi. Chekkasida 4 ta nuqtachasi bo'ladi va dumalog'i bo'lib qoladi. Demak, to'g'ri javobimiz bizda A bo'lib qolar ekan. Xo'p, 10-savolni ham mana ancha vaqtdan beri ishlayapmiz. 10-savolimiz kombinatorikaga doir savol. 8 ta turli o'yindan 3 tasini tanlayapmiz aka. Mana 3 tasini tanlayapmiz desa, 3 ta katakchani chizib olish kerak birinchi navbatda. Mana birinchi katak, ikkinchi katak, uchinchi katak. 8 ta turli o'yindan 3 tasini tanlash kerak. Necha xil usulda amalga oshirish mumkin deyapti. Bu yerda tartibini hisobga oling demayapti. Shuning uchun chiqqan javobni 3 faktoriyalga bo'lib qo'yishimiz kerak. Hozir 8 ta o'yin bo'lgani uchun birinchi holatda 8 ta o'yindan 8 tasini tanlasak bo'ladi. Endi bittasini tanlab olganimizdan keyin ikkinchi xonaga 7 ta o'yin qoladi. Endi 8 ta o'yindan 2 ta o'yinni tanlab oldik. Uchinchi xonaga 6 ta o'yin qoladi. Shunda umumiy hisobda 56 kere 6, 6 kere 6 36, 30, 33. 336 ta o'yin chiqadi. Lekin 336 tani tanlagan o'quvchilar xato qiladi. Sababi birinchi o'yin, ikkinchi o'yin, uchinchi o'yinni tanlash bilan uchinchi o'yin, ikkinchi o'yin, birinchi o'yinni tanlash bitta holat hisoblanadi. Shuning uchun mana bu chiqqan javobda bitta, ikkita, 3 ta kattacha bo'lsa, 3 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 1 ga bo'lib qo'yamiz deb o'rgatgan edi esinglarda bo'lsa. Va buni bo'lib oladigan bo'lsak, 56 bo'lib qoladi. To'g'ri javob C bo'ladi. Xo'p. Keyingi savollarimiz demak, harakatga doir savollarimiz oson ekan, bu ham oson ekan. Bular ham menimcha oson ekan. Endi mana bu. Xo'p. Mana savolni ko'rib ko'raylik. 19-savol. Olimjon telefoni uchun 10 ta raqamdan iborat kod qo'ydi va qog'oz bo'lagiga shu kodni esdan chiqmasligi uchun yozib qo'ydi. Kutilganda bir necha kundan keyin u bu parolni esdan chiqardi va
qog'oz bo'lagini bir tomoni yirtilgan holatda topdi, lekin u parol 99 ga bo'linadigan son ekanligini aniq eslay oladi. 99 ga bo'linadigan son, shu yo'qolgan raqamlarni toping deyapti. Telefon uchun 10 ta raqamdan foydalandi deyapti. 10 ta raqam deganda raqamlarimiz o'z aslida 10 ta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana 10 ta raqam bor. Mana shu raqamlar orqali tuzilganlari sonlar deyiladi. Bu raqam deyapti, e'tibor beringlar. Xo'p. Demak, bu mana shu qo'ygan paroli 99 ga bo'linadigan son bo'lsa, demak u son 3 ga ham 11 ga ham bo'linishi kerak. Yo'q. 9 ga ham 11 ga ham bo'linishi kerak. Demak bizda hozir 0 bor, 1 bor, 2 bor, 0 bor, 1 bor, 2 bor. Yana mana bu yerda 0, 1, 2, 3 yo'q, 4 yo'q, 5 bor. 5 bor, 6 bor, 7 bor, 8 bor, 9 bor desam 3, 4 yirtilib ketgan ekan. Endi shu yo'qolgan raqamlarni toping deyapti. Agar u 99 ga bo'linadigan son bo'lsa, hop, demak, Olimjon telefon uchun 10 ta raqamdan iborat kod qo'ydi va qog'oz bo'lagiga shu kodni esdan chiqmasligi uchun yozib qo'ydi. Kutilgandek bir necha kundan keyin u bu parolni esdan chiqardi va qog'oz bo'lagi bir tomoni yirtilgan holda topdi, lekin u parolni 99 ga bo'linadigan son ekanligini aniq eslay olyapti ekan. Shu yo'qolgan raqamlarni toping deyapti. Shu yo'qolgan raqamlarni toping degani uchun ikkita raqam topishimiz kerak. Endi bu raqam degan joyiga e'tibor beringlar. Raqam 0 dan 9 gacha bo'ladi. Shuning uchun mana sizlar javob chiqib ketadi javoblardan. Hop, endi u 99 ga bo'linishidan foydalanamiz. 99 ga bo'linishidan foydalanamiz. Demak, mana bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta nima kelyapti? 99 ga bo'linayotgan bo'lsa, u 9 ga va 11 ga bo'linishi kerak. Demak, 9 ga bo'linish alomatida berilgan sonning raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, u holda berilgan son 9 ga bo'linadi. Raqamlarni qo'shib ko'ramiz. 7 ga 6, 13, 13 ga 8, 21, 21 ga 5, 26, 26 ga 9, 35, mana bu bilan 36, mana bu bilan 38. Va 38 bo'lyapti ekan. Xo'p, endi 9 ga bo'linadigan son chiqishi uchun 38 ga nimani qo'shish kerak? Xo'p, 38 ga aytaylik, mana bu yeri 5 bo'lib qoladigan bo'lsa, 2 bilan 5 bo'lib qoladigan bo'lsa, 2 va 5. 38 ga 2 40 bo'ladi-da, 40 ga 5 qo'shsak 45 bo'ladi va mana shu yo'qolgan raqamlar 10 ta koddan iborat degani uchun 2 bilan 5 o'ziga teng bo'lib qoladi. Chunki 38 ga 2 ni qo'shsak 40, 40 ga 5 45 bo'ladi. 45 9 ga bo'linadi va mana bu chiqqan sonimiz o'zi 11 ga bo'linadi. Va yo'qolgan harflarimiz, yo'qolgan sonlarimiz 2 bilan 5 deb xulosa qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin tekshirib ham qo'yish kerak, agar berilgan sonimiz 11 ga, ya'ni mana bu berilgan sonimiz 99 ga bo'linmay qolsa, unda mana bu 2 bilan 5 ni bu yerga qo'ya olmaymiz. Lekin o'z aslida 10 ta raqamdan iborat kod degani uchun mayda 8 ta raqam kelyaptimi? Demak, chiqadigan javob 2 ta raqam chiqish kerak edi o'z-o'zidan. Sababi 2 ta raqam, yo'qolgan raqamlarni toping degani uchun raqamni top degan narsa ham javobdan chiqib ketadi, B bilan D. Va yo'qolgan raqamlar 2 bilan 5 bo'lib qoladi. Xo'p, keyingi savollar. Demak, 21-savol. Traktorchilar maydonni 3 kunda haydab bo'lishdi. Birinchi kuni ular maydonni 3/7 qismini, mana birinchi kuni 3/7 qismini haydashibdi. Ikkinchi kuni 40% ni haydashibdi. 40% qismga tushish uchun 100 ga bo'lamiz. 40/100 qismini ikkinchi kuni. 40/100 degani 10 ga bo'lib yuborsam, 20 ga bo'lib yuborsam, tepada 2, pastda 5 degani. 2/5 qismini ikkinchi kuni bajarishibdi. Va uchinchi kuni 72 gektar yerni haydashibdi. Bu maydon qancha deyapti. Demak, birinchi va ikkinchi kuni qancha qismni bajarganini topib olamiz. 3/7 ga qo'shib olamiz 2/5 ni. Demak, buni qo'shish uchun umumiy mahraj tanlaymiz 35, buni 5 ga ko'paytiramiz, buni 7 ga ko'paytirib o'ramiz. Shunda bu 15/35 qo'shilgan 14/35 bo'lib qoladi. Xo'p, shunda qo'shib oladigan bo'lsa 29/35 ni 2 kunda ular bajargan bo'ladi. Birinchi va ikkinchi kuni. Uchinchi kuni esa
35 dan 6 qismni bajargan bo'ladi. 35 dan 6 qism bajargan ishi 72 ga teng ekan. Ya'ni umumiy ishni 6 taqsim 35 qismi bu 72 gektar deyapti. Demak, x topish uchun 72 ni 35 ga ko'paytiramiz va 6 ga bo'lamiz. 10 bo'lsam 12. 12 ni 35 ga ko'paytiramiz endi. Xo'p, demak, kalkulyatordan foydalanib tashlaymiz. 12 ni ko'paytiramiz 35 ga. 420 bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob bu yerda A javob bo'ladi. Xo'p, keyingi savollarimiz. Xo'p, endi bular ham oson ekan. Mana bu 27-chi, 26-chi savollar bor ekan bitta, murakkabroq. Mana 2023 sonini 2023-darajasini so'rayapti. Nima raqam bilan tugaydi? Birinchi navbatda bilishim kerak, 3 ta birinchisi 3 bilan tugaydi. Ya'ni mana bu sonni 2023-raqamini top, 2023-darajaga ko'tarib oxirgi raqamini top desa, oxirgi raqami olinadi. Oxirgi raqami 3. 3 ta birinchisi 3 ga teng, 3 ta ikkinchisi 9 ga teng, 3 ta uchinchisi 27 ga teng, 3 ta to'rtinchisi 81 ga teng. 3 ta 5-inchisi esa oxiri 3 bilan tugaydigan raqamga teng. 3 ta 6-inchisi 9 bilan tugaydigan raqamga teng. 3 ta 7-inchisi 27 bilan tugaydigan raqamga teng. Songa teng. 3 ta 8-inchisi esa 1 bilan tugaydigan songa teng. Endi e'tibor beramiz. 3 9 7 1. 3 9 7 1 bo'lib turib, bu 4 tada bir takrorlanyapti. Agar 4 tada bir takrorlansa, sizlarda bo'lsa o'rgatgan edik. Mana bu daraja 2023-darajani olasiz. Nechtada bir takrorlanayotgan bo'lsa, shunga bo'lasiz. Hozir 4 tada bir bo'lgani uchun 4 ga bo'lamiz. Shunda qoldiq mayda 3 chiqadi. 2020 bo'lsa 4 ga bo'linib qoladi, 3 oshib qoladi. Hop, mana bu qoldiqqa qarab turib xulosa qilinadi. Bu qoldiq nimani bildiradi? Bu qoldiq mana bu berilgan sonlarni darajalarni bildiradi. Agar qoldiq 1 chiqadigan bo'lsa, u 3 raqami bilan tugaydi. Qoldiq 2 chiqadigan bo'lsa, 9 raqami bilan tugaydi. Qoldiq 3 chiqadigan bo'lsa, 7 raqami bilan. Qoldiq 4 chiqadigan bo'lsa, 1 raqami bilan tugashini bildirib turardi. Hozir bizda chiqqan qoldig'imiz 3 bo'lgani uchun qoldiq mana bu darajaga qarab 3 ni oxirgi raqami olinadi. 3 ta 3-inchisining oxirgi raqami 7 bo'lgani uchun to'g'ri javob B bo'lib qoladi. Xo'p, mana shunaqa qilib yechasizlar qolganlarini ham. Xo'p. Menimcha mana ularni bemalol ishlaydigan bo'lsanglar kerak. 1 dan 50 gacha sonlar yig'indisini, raqamlar yig'indisini 1 dan 9 gacha 45, undan 19 gacha 55 bo'lib 10 taga farq qilib ketadi. Xo'p, endi 14-variant tahlilini boshlasak bo'ladi.